Ko'p qismliq razvedka asiri sirliq qotil. Asad uyquga ketdi. Yerim kecha bo'lganda u bir narsaning ovozidan cho'chib uyg'ondi. Ko'rdiki, sus chiroq nuri ostidagi uyning gunga simasi lapangshib turgan pardaning yonlariga urilayotgan derazani muzdek shamol ittirmoqda edi. Asad asta o'rnidan turdi. U shamol lapangshitayotgan pardani asta qayirib, deraza qantini yepib o'tmoqchi bo'ldi. Biroq nemishqikin derazaga uzatgan qo'llari havoda to'xtab qoldi. U bir narsaning qo'lini tutib olganligini his qildi. Biroq atrofda hech qanday bir narsa mavjud emas edi. Asad o'zini kontrol qila olmay, Asqar! 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 deb qalaymaqan vaqirashga boshladi. Biroq nemishqikin Asqar hech nimani sezmay yotadi. Asad o'zining tush ko'rayotganligini g'uva his qildi va bu qabohatli tushdan tezroq qutulib chiqish uchun qattiq tirkashdi. Afsus, uning qetishib qolgan qo'llari badallariga qo'shilib harakatdan to'xtadi. Asad oxirigacha tirkashdi. Uning ko'zlari badaniga yomishayotgan ajoyib uzun tirnoqlarga tikilganda Asad teximi bek uyg'onish uchun tirkashdi. Bir tili ishik chekilib, uning badani asliga keldi. Harakatsiz qolgan put-qo'llari harakatga keldi. Asad atrofga qarab, hech nimaning yo'qligini ko'rdi-da, "Boyqi xiyoliy sezimimidi?" degan xiyolda asta derazni yepib o'tdi. U to'limi asta ovozda chekilayotgan ishikka qarab, asta qadam oldi. Asad ishikka keldi. Sirtdan yana ishikning yengil chekilgan jarangliq ovozi anglandi. Asad ishikni ochdi. Ishik sirtida bir ayol turardi. Uning sochlari chuvilgan bo'lib, yuzini to'sib olgan sochlari orasidan bir xil suyuqlik pastga tomchilamoqda edi. Asad yerga qarab, uning qon ishkanligini bildi. Asad endi og'iz ochay deb turishiga, eliqi ayol qo'lini ko'tarib, ishini ishora qildi. Asad yotiqiga qaradi. Biroq yotoq ichida hech nima yo'q edi. Asad hayron bo'lib u ayolga qarab edi, uning qo'lida Asad tepib olgan eliqi shoyi bo'lib, shoyidan qon tomchib turardi. Asad bir ayolga, bir shoyiga tikildi. U vaqiray degan paytda bir qo'l uning qonidan siqdi. Asad bekli qiynalib, ovozini xiqirab qoldi. Asadning ko'zlariga qon tiqilganda g'irich qilgan ovoz bilan Asad yengillab qoldi. U asta ko'zini ochdi. Hojatxonaning chirig'i yeniq bo'lib, Asqar karvatida yo'q turardi. Asad degach, boya o'zini qarvisib qolganligini bildi. Uning ko'zlari deriz pardalarini planshitayotgan yerim ochiq derizning yenik medarlayotganligiga tushdi. Asad yotadigan vaqtda derizni yemib qo'yganligi esida edi. U bir xil qo'qish tuyg'usi ichida asta karvatdan tushib deriz tarafga keldi. Deriz tarafdan kirgan muzdek sovuq uning tanlarini jo'g'ildatmoqda edi. Asad amdili deriziga qo'l uztishiga hojatxona tarafdan suning chaqirib ko'rildigan ovozi anglandi va Asqar ishtini ko'targuncha daldangishib chiqib keldi. Asad uningga qarab, "Derizni sen ichvatdingmi?" Asqar texichi chala uyquliqda bo'lg'ashqa Asadning ovozini anglab cho'chib uningga qarab, "Voy, boshliq, uxlamay u yerda nima ish qilyapsiz?" Bo'ldi. Uyqungni uxlava." dedi va o'zimi hojatining azroq qistavotganligini sezib hojatxonaga mangdi. Asad hojatxonaning chirig'ini yondirib hojatga o'ltirdi. U qo'lini yuvish ko'znikida qo'lini yuvitib, ko'zi bo'ynidagi qizil tirnoq iziga tushdi. U qattiq o'diqib aynakka chekchaydi. Haqiqatan uning bo'ynida teg'i cho'nqur patmagan, ammo terisini tilib qip-qizil qivatgan barmoqchilik uzunlikda tirnoq izi turardi. U boya o'zining tush ko'rgan yoki amaliyot orasida tirkashganligini anqiramadi. Beshiga kelayotgan ishlarga aqlimi yetmadi. Saqchilik hayotida u bundoq murakkab ishga yo'liqib boqmagan. Bunda qo'rqinish hissiyotidami bo'p boqmagan edi. U bo'ynidagi tirnoq izining yerim oy shaklda qoldirilganligiga diqqat qildi. To'g'ri. O'lguvchilarning bo'yindagi tirnoq izimi yerim oy shaklda. Acaba kechida qotil menimi kirib o'ltirmoqchi bo'lganmidi? Yoki bu xiyoliy tuyg'umi? Nimani bo'lsin, u maqsadiga yetmadi. Endi men qattiq ehtiyot qilsam bo'lg'adak. Asad hojatxonadan chiqib, uy ichiga tafsiliy nazar soldi. U shkafga esib qo'ygan formasini ilib, formasining yonchiqidan heliqi shoyini oldi. Shoyi yanada chiroyli qatlangan holatda turardi. Asad bu ishlarning zodil tegiga yetmadi. U o'zining noma'lum bir kuch tarafidan kontrol qilinayotganligini his qilib tursa-mu, buning xiyoliy sezim yoki amaliyot ishkanligidan gumoni eshib boradi. Asad asta karvatga kelib yotdi. Uning qo'lida boyqi shoyi bor edi.
u bo'ynini silagan shoyiga qarab. Bu ishlarni kim qilayotganda? Kechidan birisining bu yotoqqa kirishi esa mumkin emas. Undaqda zodi kim bo'ynimni mushunda qilib qo'ydi? Derizini kim ochdi? Qotilni deriz bilan kirdi desak, bu sal aqlga sig'maydi. Asad tushida ko'rganlarini xiyol qildi. Acaba bu dunyoda jin arvoh bo'lsa, menga jin choplashib olganmidi? Barliq o'lguchilarning jinoyat xotirasining arxividagi noma'lum qo'l o'sha arvohning qo'limidi? U shu gaplarni qilib, o'zini to'ymay badanini titrak bosdi. Men bir xalq soqchisi. Bundaq bema'ni ishlarga ishonmaskim kerak. Bu rost bo'lgan taqdirdami, buni olvosda emas, usti bir qotil qilolgan. Demak, tajribamga asoslanganda bizni bexutlashtirgani cho'qim qotilning hiylasi. U o'z hukmiga qoyil bo'lgandek beshini lang'ishtib. Xap. Sen tex o'sha arzimas mahoratingga tayinib, menga hujum qilmoqchi bo'psan. Qarg'anda sen xeli burunla orqamga tushib ekansan. Kelar qitim seni o'z qo'lim bilan qo'lga tushiraman. Dedi u o'z-o'ziga va qo'lidagi shoyini ching siqim dedi. Yerim kecha Asadga nisbatan to'limi uzun tuyuldi. Tong suzlay deganda uning ko'zlarini mög'e bosdi. U o'rnidan turib hojatxonaga kirib, yuzlarini pokiz yuvatdi va bo'ynidagi oy shakillik totiqqa qarab, ig'ir xo'rsinib qo'ydi. Asad tashqariga chiqib, shkafdan formasini ip kiygach, karvatga tashlab qo'ygan shoyini ilib, qatlab yonchuqiga soldi. U texchi uxlayotgan Asqarni noqib. Hey, tura. Sana gap qilyapman. Bizning bejirdigan ishimiz yo'q. Tez tura deyman. Boshliq, tex tong atmabdi-ku. Nimaga sharda odamning uyqusini buzsiz deyman? Sen bu yerga o'ynag'il keldingmi? Biz tex nurg'un ishlarni bejirmadik. Moshunda uxlab yatsang, bu yerda necha kundimi ketamaydigan o'xshaymas. Asqar o'rnidan turib kiyimlarini kiydi. Ular yotoqni qaytirib, pastdagi oshxonadan nashta qilib, Qoragul yesiga qarab yo'l oldi. Ular 1 soat atrofida tunugunki Do'xmush atrofiga keldi. Do'xmushda yana bir necha yoshlar qarta o'ynayotgan bo'lib, ularning orasida tunugun ularga yo'l boshlagan yigitmi bor edi. Asad mashinani chetkirak to'xtatdi. Tunugun yo'l boshlab borgan yigit ularning mashinasini ko'rib, o'rnidan turdi. Asad bilan Asqar mashinaning aynigini tushirib, uning ishora qildi. U yigitmi ularning yeniga kelib ahvollashdi. Men sizlarning kelishinglarni bilgachga bu yerda saqlab turgan. Qani, mashinaga chiq. U balamo mashinaning orqasiga chiqdi. Asqar Asadga qarab. Boshliq, endi qayerga bormas? Munda qilayli. Biz avval tunugun borgan uyga borayli. Ondan sening uyingga berib, cho'nglardan u ayolning kimligini aniqlayli. Ular ayt tezla heliq tashlandiq uyga keldi. Asad bu qitim burunqidek usulda qulupni ochdi. Ular tunugun kirgan uyga kirmay, o'ylining nerisiga selingan ikki yig'izliq uyning oldiga keldi. Asad bu quluplarni o'xshash usulda ochdi. Ular uy ichiga kirdi. Uyni bir qavat to'pi bosgan bo'lib, to'r bog'lab ketgan derizlardan so'z quyosh nuri uy ichiga tushib turadi. Asad uyda alayda narsaning yo'qligini sezib, yondagi uyga kirdi. Bu uymi o'xshash bo'lib, bulungda bir ko'na sanduq turadi. Asad supiga chiqdi. Asqarmi ham uning bilan tang supiga chiqib, sanduqning yeniga keldi. Sanduq atrofini to'rlar qoplab ketgan bo'lib, Asad qulub silinmagan sanduqni avaylab ochdi. Sanduq ichida ko'na kiyim-kechaklar bilan bir necha parcha rangsiz suratlar turadi. Bu suratlar eliq ayolning yosh vaqtidagi suratlari bo'lib, bir parcha suratda u quchqiga bir qiz bolani ko'tarib tushgan edi. Asad suratni boyiqi bolaga ko'rsatdi. Bu uning qizimi? U bola beshini lang'ishdi. "Ha, shundaq. Bu u ayolning qizi", dedi. Asad suratlarni Asqarga sundi va davomli sanduqni aqtirishga boshladi. Sanduqdan eski kiyimlardan boshqa hech qanday narsa chiqmadi. Asad kiyimlarni qaytadan sanduqqa soldi. Uning ko'zi tuyuqsiz bir qizil shoyiga tushish bilan qo'llari to'xtab qoldi. Ko'na chapanning yonchuqidan qizil shoyining bir pushqiqi chiqib qolgan edi. Asad asta chapanni elib, uning yonchuqidan chiqib qolgan shoyining pushqiqidan tatdi. Shoyi dal uning yenidagi shoyi bilan o'xshash bo'lib, Asad yonchuqidagi shoyini chiqarib, ikkisini selishtirishga boshladi. Ikki shoyi o'pma o'xshash edi. Qarmoqqa bir jup qilib ishlangandekmi qiladi. Asad ikki shoyini yonchuqiga soldi. U bir narsani his qildi. Ya'ni bir qator yuz bergan delolarning oshu ayol bilan bevosita munosabati borligini his qildi. U sanduqni etib ularga qarab, "Yuringlar, bu yerdan chiqib ketaylik", dedi. Ular ishlarni burunqi aslida quluplangandan keyin mashinaga chiqishdi. Asqar mashinani haydadi. Asad bo'lsa o'zining muhim bir gumondarni yo'qotib qo'yganligidan o'kinmoqda edi.
u o'zining cho'ng xatolik o'tkazib, o'z oyog'i bilan kelgan jinoyatchini qochirib qo'yganligini his qildi. Ular birdamda boyiqi bolaning uyiga keldi. Bu vaqtda tushmi bo'lay deb qolgan bo'lib, u bolaning uydagilar uyda bor edi. U bola Asad bilan Asqarning uyiga boshlab kirdi. Ular darvozadan kiribla yondagi uyiga kirdi. Uyda yeshi 50larga berib qolgan bir er bilan 40 dan oshgan bir ayol o'ti o'chib qolay degan mashga choplashib o'ltirishgan edi. Ular Asad bilan Asqar ham o'g'lini ko'rishib, hayronlikdan nima deyishini bilolmay o'rinlaridan turishdi. Ular soqchi formasi kiygan bu qomatli yigitlarni ko'rib, sal jiddiylashdi. Asad ularga salom qilib: "Teshik Muhammad, tag'a, sizlarni ovar qildik. Bizning ozroq ishimiz bor edi. Hamkorlashgan bo'lsanglar." Uy egisi er ularni to'riga boshlab: "Qani kelinglar. Ay xotin, darhol o'tni qalanglar. Uy sal sovib qopti." Ayol pes kuchib, ko'ni sapmakashni kiyib tashqariga chiqib ketdi. Uy egisi o'g'liga qarab: "Bolam, bu yigitlar..." "Ha, aka, biz Urumchidan kelgan soqchilar. Bu yerga bir deloni aniqligida kelgan. Mumkin bo'lsa bizning xizmatimizga hamkorlashgan bo'lsangiz." Bo'ladi. Qandoq ish bo'lsa, bilsamni sizlarga deb berishga tayyorman." dedi chiroyiga so'z kulki yugurdi. Asad oldi bilan yonchug'idagi shoyini chiqarib: "Bu shoyini burun ko'rib boqqanmidingiz? Buning kelish manbasini bilamsiz?" "Yo'q, men zodil ko'rib boqmabdi ekanman." Kantonlardagi Danaxon degan ayolni tanibsiz?" Uy egisi yengiliki chola o'sgan soqollarini silg'ash: "U ayol nima? Uni bu kanatda hammasi taniydi." "Tafsiliyroq so'zlab bergan bo'lsangiz tag'a." Ongacha uy egisining ayoli mashka o't qalab uyni isitdi. Asqar bilan Asadmi birdamda isib qoldi. Uy egisi ayoliga qarab: "Qani, mehmonlarga tamoq qilinglar." "Ha, bo'ldi, ovar bo'lmanglar. Bizning bordigan yerimiz joq. Qani bizga Danaxon to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz." Uy egisi ayol Asadning gapi bilan yoniga kelib ularning gapini tinglab o'ltirdi. Uy egisi sal o'ylanib olgandan keyin: "Danaxonning asli yurti qayer? Buni men bilmaydi ekanman. U vaqtlarda bizmi texi yashaydik. Ma'lumimizdagi Hoshim Cho'roq bir yil yo'qolib ketib, tuyuqsiz mahallada paydo bo'lib qoldi. Ya'ni kelib bir qiz bolani bilib kelibdi. U qiz dal Danaxon shu. Hoshim Cho'roq kichikidan ota-onasidan yetim qolg'ashqa, uni mushi yezdiki bir tul ayol beqib cho'nqigan. Biroq u ayolmi uni tashlab ketib qolgan. Hoshim Cho'roq u qiz bilan oddiyli to'yni qilib oldi. Bizmi buningdan so'rsak, bu qizmi yetim qiz ekandiq. Maldikilar ularga esdashlik qilib, oz-to'la yordam qildik. Keyin Danaxon bir qiz tug'di. Ularning turmushimi xeyli yaxshilanib, mahallamizning bir aholisi bo'lib qoldi. Bir yili Hoshim Cho'roq qurilishda ishlab, ehtiyotsizlikdan badaniga og'ir tosh tushib ketib o'lib ketdi. Hoshim Cho'roqning ayoli Danaxon 2 yoshli qizi bilan yolg'iz qoldi. Bu ishlardan keyin Danaxonga bakla esdashligimiz qo'zg'aldi. Danaxonmo boshqacha yadab tugishayli deb qoldi. Biz uningga nasihat qilib, bolasida obdan beqishni, qo'shnilarning uningga yordam berdiganligini aytib, uningga tasalli berdik. Dastlabki 2 yilni u bechora haqiqatan tasda o'tkazdi. Keyin qizi cho'ng bo'lgancha u ayolmi u yerda, bu yerda ishlab pul tepib qizini boqdi. U bir ojiz ayol bo'lg'ashqa pul tepishi bekli qiyin. U ona bola ikkisi urilib, so'qilib 9 yilni o'tkazdi. Uning qizi 9 yoshga kirganda bir kechasi qizib, doktorxonaga olib borib qutqizish unum bermay o'lib ketdi. Bu ishlar Danaxonga bekli og'ir kelib, u o'zining hamma narsadan ayrilib qolganligidan bekli ruhsizlanib, uydan sirtqa chiqmadi. Qo'shnilar kirib uningga tasalli berishdi. Bir kuni u ayol bir kechada narsa keraklarni yig'ishtirib bu yerdan ketib qopti. Bizmi uning derigini ololmadik. 2 yil o'tganda u ayol qaytib keldi. Bu qitim u boshqacha o'zgarib ketgan bo'lib, esil zodi xonimlarga o'xshab qolgan edi. U ayol kechasi uyga keladi, kunduzi chiqib ketadi. Biz bir necha qitim uning chiroyli, uningdan yasharoq bir qiz bilan uyiga kelib ketayotganligini ko'rgan edik. Ularning nima munosabati bor?
Bizmi bilanmidik. Ya'ni u ayol yo'qolib ketgan 2 yildan buyon boshqacha o'zgarib, bizga gap qilmaydigan bo'ldi. U mahaldagilarni ko'zimi qora ko'zoynak taqib, gap so'zsiz o'tib ketadi. Keyin mahallada uning oqisidan gap so'zmi ko'paydi. U ayol 1 yilcha vaqt mushu yerda tug'gandan keyin yana tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Uning oqisidan taqalgan gaplarmi asta-asta tugab qoldi. 1 yili mahallimizda g'alit gap taqaldi. Ya'ni uni ishkiri o'lkalarda o'lib ketibdi degan xabar mahallimizga pur ketdi. Biz mirosi o'xshaydi deb o'yladik. Darvaqa u ayolning izlarkimi uzungacha bo'lmadi. Necha yil o'tib ketdi. 1 yili qish faslida men ko'chada ketib o'tib, mozlari chiqib ketgan, bir chopon kiyib olgan, beshiga eski yog'liq o'rib olgan, putiga eski cho'riq kiyib olgan bir ayolni uchirtib qoldim. Uning sarg'aygan chiroyiga qarab, uni tonidim. U dal biz necha yilning oldida o'lib ketdi degan ayol Danaxon edi.